Tezman. Ama bu aldamcı. Vur ulan. Bu aldamcını vuraylı. Vuraylı. Halayık kep gör ola, tez gör ola. Bu aldamcının akı bitti. İmam Begim, uzun yol yürüp kettiniz. Azırak su içelim. Nasırdın, sen padişahına yanık verip beni koy ötüşüne ötesen, ben jıqqan baylığımdan hemini sana vermem. Puşayman qilishni bilgan odam yaxshiroq o'zgargan. Vurula! Vurula! Vuraylı! Bu aldamcı! Aldamcı! Sen aldamcını vurup aldamcılık kanlı toyuqzamaydıgan bolsan. Bay hocam, açıklar deyansılar. Tezmo! Men necha yil aldamchilik qilib 1000 tilla ashirdim. Agar Bayxo'jam meni kapolatga ep chiqib olsa, men hamma tillalarni Bayxo'jamga berishga rozi. Bayıldıram bana. Bayıldım hatırla. Bayıldım. Hocam, öyle kılıçlatmaymış kılatıdılar. Menden yuşurunç pultuk atamdılar yine. Ya. Herkes onda kamaz. Yani kimge yukarı ösümlük karz verdiler. İmamınki. İmamını yağmurluk solap boğantırsa yani sılıdıl karzılık neyme kılıdı? Qarz emas, bölüşdük. Bölüşdük. Faqat uni qutuldirib ip chiqsamlar, u menga 1000 tillani berib berdi. Undaqda biz. Undaqda tez baslam. Chiroyli xotin. Acha. Nasırdan, senden yardım so'rab kelgandim. Bayxo'jam hal qilolmagan masalani balki menmi hal qilolmasligim mumkin. Yo'q. Bu ishda senli yardım qila olaysan. Nima ish? Sen podshohning o'zini imomni qutuldirib bersan bo'ptikan. Ben köp sürüştürüp imamның mening nevri inim ekanligini bildim. O kichkigidan ota-onasini yetim qolgan. U turmushini deb aldamchilik qilgan. Nasirdan, sen cho'qib menga yordam qilgin. Bo'ladi. Bo'ladi. Shohimdan o'tinib baqay. Allah seni o'z panoyida saqlasin. Bayxo'jam ta hozirgacha osh ko'zligini o'zgartmabdi-da. Bu qatam fursatdan foydalanib, uning yaxshiroq adabini berib qo'yay. Nasırdın, bu neme qığının, ha? Shohim, bu bay imomni qutuldirish uchun tayyorlagan zakolat. Neme? Bu pomshik pul bo'lsa davlat qonunini ko'zga ilmam dikan. Abbas, tez berib bayni tutib kel. Xo'p, Shohim. Shohim, ochiqlarini besib asla. Bay imomni qutuldirib, o'zining putiga o'zi palti chapadi. Vaqti kelganda Shohim uyini ko'zlala bo'ldi. Bo'ldi, uni tutmayli. Xo'p. Alili, ish mundaq. Mening qadrlik nevri inim. Qadrlik anka, sizni sig'inib o'laydi de. Bo'ldi, xubsalla qamanglar. Men mangdab. Rahmat sana Nasırdan. Mana azroq yeydigan narsa bersizlar, qo'sig'im ichib ketdi. Mana. Mana choy bermamlar. Kelaga turib o'lsin demlar ya. Şerbet. İmam, yeden işten, işkimiz deyiş bakayla. Tıllarını bölüdüğün işçi o. Mende nada tilla bo'lsin. Mening 1000 tillarim bo'lgan bo'lsa, podshohning yiniga berib aldamchilik qilamdi. Sende tıllar bo'lmasa, bu bağakçını ezib nima qilatding? O'ziri deb baqsilachi. Sen Salam bay. Agar sizlar meni obdan kutmasizlar, men sizlarni podshohga oshkorlab o'taman. Sizlar podshohni oldidilar.
Faqat bo'lmasa ikkimizdan ko'rdigan kuni o'xshash. Navra aka, suv sovib qapti. Azroq qiziq suv quyamlar. Sisiq. Anladinglarmi? Qiziq suv akirchilar. Anladım. Mo'ramni tutayotgan. Azroq kuchaprak tutgan bo'lamdi. Ayja. Astroq tutishni bilmaydigan döt xotin. Nega borsan? Qaytib kel. Sen menga ushaq chegaydigan narsalarni kirib. O'chapmi bezor qildi. Zıptı ben. Ana qilaman. Mezilikka. Kavapni yapılıp nemiz kıpıldamaysan? Navra akam beredi. Bay hocam imamın nevrak iskende. Bu nandan tötne. Ay Allah. Tengelirim. Bay hocam bu ne boğandı acep yapmalaydıgan bop ketip da. Tez mana. Bu qatim imam Ashko'z bayning adabini berdi. Nasırdan sen çokum bizga yordam qilchimi? Men o'ylab baqay, ha? Topdim. Şah alileri geldi. İmam, bu yerda ishpodan qandoq bo'lyapti? Men hozirla üzümni üzüp boldum. Endi Navra akamning putini yuyapman. Baygo'jam o'tigini yuvatamdi, putunimi? Bir putini yuyib bo'lgandan keyin o'tiginimi surtman emasmi? Shunga biraqli yuyibdim. Boy, imomning degini rostmi? Baygo'jam, o'zlari qilgan ishga o'zlari ega bo'lishlari kerak. Uydagilarning sil bilan tang japa tatishini xohlamaydigandilar. Şahim. Hammasi mening xatoligim. Hammasi mening osh ko'zligim. Yolg'on so'zlab imomni qutuldirdim. Oxirda qolgan kunim bo'lmuş shu. Allah bo'pchik. Urmala. Qaçmoqchimisan, he? Urmala, men xato qildim, urmala. Qachamaysan? Acayip yaxshi. Oxir beshig'i chiqdi. Yana 50 tilla jarimani to'lasam rozi. Ondaqda bo'ladi. Yana 50 tilla jariman to'laysan. Benim bu ağzınıza. Hey.